Assalomu alaykum. Bugun 6-darsimiz. Bugun 1,5 yoshdan to 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda kechadigan o'zgarishlar va ularni parvarish haqida gaplashamiz. Bu darsimizni ham 3 qismga bo'lib olsak bo'ladi. Birinchisi o'sha bosh qismidagi o'zgarishlar, ko'krak qafasidagi va oyoqdagi o'zgarishlar. Bu yoshda o'zi 1,5 yoshdan to 3 yoshgacha bo'lgan oralig'ida bolalarimiz to'liq qozon ovqatga o'tishadi. Bu orada sochlari qalinlashgan, tishlari chiqqan bo'lishligi kerak. Agar tug'ma bo'yin qiyshiqliklari 3 yoshgacha qaytmagan bo'lsa, ya'ni xoh tug'ma bo'lsa, xoh orttirilgan bo'yin qiyshiqliklari agar qaytmaydigan bo'lsa, 3 yoshdan keyin mini invaziv ortoped tavsiyasi bilan mini invaziv operatsiya o'tkazish tavsiya qilinadi. Chunki agar 3 yoshdan keyin agar kechikadigan bo'lsa operatsiya, bolalarimizda yuzda asimetriya berishligi mumkin, ularning paxotkasida o'zgarishlar bo'lishligi mumkin. Aynan o'sha tug'ma bo'yin qiyshiqligi sabab skolioz, kifoz kabi kasalliklar asorat berishligi mumkin. Bu kasallik haqida gaplashamiz. Ya'ni agar 3 yoshgacha bolada qaytmadimi, bu operatsiya yo'li bilan to'g'rilashlik kerak bo'ladi. Ya'ni bola jonida agar yuzda asimetriya bo'lsa, ya'ni bir tomon yuzlari kattaroq, bir tomon kichikroq bo'ladi. Bu maktab yoshiga chiqqanda o'zini tengdoshlari orasida kosmetik nuqson sifatida bola o'zini yomon his qilishligi mumkin. Keyingisi umurtqa pog'onasidagi o'zgarishlar. Umurtqa pog'onasida bola o'sha gavdasini tutgandan keyin agar unda o'sha yondosh kasalliklar sabab yoki bolani o'zini o'tirishi, unga mos holatda oyoq kiyimlar tanlanmasa va har xil sabablarga ko'ra tug'ma yoki orttirilgan kifoz, skolioz kabi kasalliklar kelib chiqishligi mumkin. Chunki bu yoshda bola o'zini tanasini mustaqil tutishni boshlaydi. Ayni shu holatlarda bu kasalliklar yuzaga chiqadi. Xo'p, bola yurishni boshlagandan 3 yoshgacha oyoqda fiziologik bo'lgan X va O simon o'zgarishlar, ya'ni varus, valgus deformatsiyalar almashinib turadi. Va yassi oyoqlilarimiz 3 yoshga to'liq qaytgan bo'lishligi kerak va bu oralardagi massajlar, yassi oyoqlarning qaytishligida yordam beradigan massajlar haqida ham gruppaga tashlaymiz va oyoq kaft sohasi to'liqligicha rivojlanadi. Displaziyalarni 3 yoshgacha nazoratda ushlab turiladi. Shu avvalgi darsimizda aytganimizdagi doimiy massajlarni qilib borishlik talab qilinadi onalarimizdan. Shunchaki tashlab qo'yish emas. Ularni shu displaziya kasalligidan tuzalgandan keyin ham hadinoklarga solishlik yoki beshikka belashlik qat'iyan taqiqlanadi. Bu displaziyani qaytalanishligiga sabab bo'lib qolishligi mumkin. Bugun asosan onalarimizga, ya'ni qozon ovqatga o'tishadi. Qozon ovqatlari haqida bolaga kerakli bo'ladigan kalsiy va tarkibida kalsiy va oqsillarga boy bo'lgan ovqatlarni tavsiyasini beramiz. Bu kanalda bo'ladi. Va eng muhimi bolajonlarda shirinliklarni cheklash. Ularga erkalab bo'lsin yo kattalar erkalab gazli ichimliklarni yoki shirinliklarni berishni tavsiya qilinmaydi. Ya'ni birinchi darsimizda aytganimizdek, shirinlik organizm shirinlikni parchalash uchun, hazm qilishlik uchun ko'p miqdorda fosfat tuzlarini talab qiladi. Fosfat tuzlari bizda suyak hosil qilishligida eng zarur tarkibiy elementlardan hisoblanadi. Shuning uchun imkoni boricha shirinliklarni cheklab, bolani o'sha 10 yosh, 12 yoshgacha asosan oqsilli va yog'li ovqatlar bilan boqishlik tavsiya qilinadi. To'g'ri oyoq kiyim tanlash. Ya'ni tagi tekis bo'lgan yoki yumshoq bo'lgan oyoq kiyimlardan uzoqroq bo'lishi kerak. Bu orttirilgan yassi oyoqli chaqirishligi mumkin. Qanaqa oyoq kiyim desangiz, unda eng yaxshisi bolajonlarga ozgina bo'lsa ham poshnasi bo'lgan oyoq kiyimlar yaxshi. Ham bunda bolajonlarda o'sha yassi oyoqlik oldini olinadi. Hop, keyingisi ortopedik gilamchada yurgizish. Ortopedik gilamchani uyda o'zingiz mustaqil yasasangiz ham bo'ladi. Ya'ni shu 1 metr, 2 metr masofaga mosh yoki no'xat, makkalarni sepib qo'yib, uni ustida yurgizishlik. Bunda kaft sohasida bolajonlarda impuls hosil bo'lishi yaxshilanadi. Ya'ni reflektor ravishda impulslar yaxshi hosil bo'ladi. Bu impulslar hosil bo'lishligi muskullarning o'sishini va o'sha joyda qon aylanishini hamda
muskullarning rivojlanishini yaxshilab beradi. Hop, keyingisi massaj. Massaj to 3 yosh, 5 yoshgacha bo'lgan bolajonlarda yaxshi effekt beradi. Ularning kuchga to'lishligida, yana qon aylanishini yaxshilashligida yaxshi effekt beradi. Uyda o'zingiz zaytun yog'i bilan doimiyga massaj qilsangiz, bolajonlar ham dam oladi, ham ruhan, ham aqliy faoliyati ham yaxshilanadi. Hop, keyingisi bolani aqliy faoliyati bilan shug'ullanishlik. Unga xoh raqamlarni bo'lsin, xoh alfavitni bo'lsin, nimani bo'lsa ham she'rlarni o'rgatishlik. Bu aynan bog'chada emas, uyda bolajonlar bilan o'zingiz matematikani, karralarni o'rgatishligingiz ham ularning ham aqliy, ham jismoniy faoliyatiga yaxshi ta'sir o'tkazadi. Keyingisi gimnastika mashqlari. Gimnastika mashqlarimiz ham buni alohida video qilib gruppaga tashlab beraman. Ya'ni 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda gimnastika mashqlari, ya'ni oyoq uchida yurishlik, tovonda yurishlik va oyoq chekkasida yurishlik va boshqa foydali mashqlarni gruppaga alohida video qilib tashlab beraman. Hop, keyingisi yoz mavsumida milliy basseynda bolajonlarni suzdirish yoki suzishga o'rgatishlik. Suzishda organizmni misol uchun mashqlarni qildirishligingiz mumkin, oyoq uchun, qo'l uchun alohida mashqlarni qildirishingiz mumkin, lekin suzishda organizmda ko'pgina muskullar ishlaganligi uchun, ya'ni polimuskullar ishlaganligi uchun foydasi katta. Shuning uchun to 3 yoshgacha bo'lsin, 1,5 yosh, 3 yoshgacha bo'lsin, ham gidromassajlar, ham uyda bolajonlarni o'zlarini suzishga o'rgatishlik ham ancha effekt beradi. Bolaning sog'lom katta bo'lishligida, ularning ishtahasini yaxshi bo'lishligida yaxshi effekt beradi. Yana qo'llardagi sezgirliklarning impulslarini hosil bo'lishligini yaxshilash uchun tikonlik to'pchalar bor. Shu to'pchalardan foydalangan holatda bolajonlarga olib berilsa va ayni shu o'yinchoqlar ham ancha foyda bo'ladi. Ya'ni bolani qo'ldagi impulslarni hosil bo'lishligini yaxshilab beradi. Bugungi darsimiz shu. Bu asosan shu bolajonlarga foydali bo'lgan ovqatlarni va boshqa mashqlarni yana alohida gruppaga tashlab qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Alloh taolo foydali va xayrli qilsin.